Adliya vazirligi va Uniconsoft kompaniyasi e-huquqshunos tizimini yanada takomillashtirish harakatida. Suhbatdoshlarimiz tizim orqali amalga oshiriladigan yuridik ekspertiza jarayonida eksterritoriallik prinsipining joriy qilinishi va uning afzalliklari haqida so'zlab berishdi. Prezidentimizni 2021-yil 29-iyundagi 5168-sonli qarorga asosan 2021-yil 1-oktyabrdan boshlab adliya bo'limlari huzurida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tashkil etilgan. Ushbu markazlar hamda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'rtasida hujjatlarni raqamlashtirish, onlayn xizmatlarni kuchaytirish maqsadida e-huquqshunos elektron tizimi ishlab chiqilgan. Ushbu tizim dastlab 2000 ta tashkilotga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, 2022-yil 1-avgustdan boshlab hozirgi kunda 21 mingdan ortiq tashkilotlar xizmat ko'rsatib kelinmoqda. E-huquqshunos elektron tizimi Adliya vazirligi buyurtmasiga binoan Uniconsoft tashkiloti tomonidan ishlab chiqarilgan tizim 2021-yildan beri ishlab kelinmoqda. Ushbu tizimni takomillashtirish bo'yicha Adliya vazirligi hamda Uniconsoft o'rtasida juda ham ko'plab tashabbuslar ishlab chiqilgan, xususan hujjatlarga xulosa berish, bundan tashqari hujjatlarni shablon variantida yaratish, shuningdek avtomatik taqsimot, shu bilan birga hujjatlarga unikal raqamlar berish, qog'oz hujjatlardan voz kechib elektron hujjatga bo'lgan qanday talablar bo'lsa, barcha talablar ushbu tizimda mujassam etilgan. Har yili bu tizim takomillashtirib boriladi. Bu tizimni biz doimiy ravishda takomillashtirib boramiz. Oxirgi qilinayotgan ishlardan biri bu yuridik xizmat faoliyatida eksterritoriallik prinsipi. Hozirgi kunda biz eksterritorial hujjat taqsimotini yo'lga qo'ydik. Bu avvalambor birinchi navbatda viloyat kesimida markaz xodimlari uchun hujjatlar hajmini bir xil tushishiga olib keladi. Ya'ni bitta viloyat kesimidagi bitta xodim 50 ta hujjat ko'radigan bo'lsa, o'rtacha bir kunda bir xil tumanlarda 90 ta ko'rishi mumkin, bir xil tumanlarda 20 ta ko'rishi mumkin. Lekin hammaga bir xil hujjat kelib tushishini taqsimlaydigan tizim qilganimizdan so'ng o'rtacha kuniga 40 ta 45 tagacha hujjat kelib tushmoqda. Ya'ni bu hamma xodimlarga nisbatan bir xil hujjat hajmini tushishiga olib keladi. O'zi avval qanaqa bo'lgan? Har bir tuman shaharda bitta yuridik markaz bo'lgan va ushbu yuridik markaz ushbu tumandagi barcha demak tuman shahar tashkilotlari, jumladan o'sha maktab, bog'cha, poliklinikalarga xizmat ko'rsatilgan. Har bir tuman shaharda hujjatlarning hajmi, ko'pligi va kamligi tufayli har bir yuridik markazga yuklama har xil bo'lgan. Bundan tashqari bu holat korrupsiyaviy xavf-xatarlarni ham oldini oladi. Ya'ni bitta hujjat ma'lum bir shaxsga borib, faqatgina o'sha shaxs birovning manfaati yo'lida o'sha hujjatga nisbatan xulosa berish emas, balki shu hujjat kimga tushishini bilmasdan turib, o'sha umuman tanigan, bilmagan odamga tushgandan keyin uni hujjatni yanada qonuniy ko'rib chiqilishga olib kelishi mumkin. Eksterritoriallik prinsipi bilan bitta viloyat kesimida, misol uchun 10 ta tuman shahar bo'lsa, qaysi tumandan yoki shahardan murojaat, ya'ni hujjat ekspertizaga yuborilayotgan bo'lsa, faqat o'zini tumaniga emas, balki o'sha viloyatdagi boshqa bir tumanga, ya'ni har bitta tuman shahardagi yuridik markazga teng ravishda taqsimlab berdik. Bugungi kunda biz test rejimida birinchi navbatda Namangan viloyatida buni yo'lga qo'ydik. Tahlillarga ko'ra eng ko'p hujjat tashkil etgan 97 ta tashkil etgan bo'lsa, bitta xodimga nisbatan eng kam hujjat ko'rish 23 taga to'g'ri kelardi. Hozir kunda eksterritorial taqsimotni yo'lga qo'yganimizdan keyin o'rtacha 40 tadan 45 tagacha kuniga hujjat kelib tushmoqda har bitta xodimga nisbatan. Ya'ni ish hajmi bir xil bo'ldi. Bunda biz yuridik markazlarga bo'lgan yuklamani teng taqsimlandi va qaysi yuridik markazlarda ko'proq yuklama bo'lgan bo'lsa, ularda ham balans berib kamroq bo'lganlardan bir xil bo'ldi. Ya'ni tenglashdi hammada. Undan keyin tizimlarni yengillik qilgandan keyin test rejimida ishlatib ko'rib, feedbackini ko'rmasdan, ya'ni feedback degani odamlar shunga nisbatan qanaqa fikr berishi. Shu feedbackini ko'rmasdan turib, unaqa hammaga joriy qilish imkoniyati yo'q edi. O'shaning uchun biz Namangan viloyatida qo'yganimizdan so'ng Surxondaryo viloyatida, Andijon, Farg'ona, bundan tashqari Samarqand viloyatiga kuni kecha tushirdik. Shunday qilib 6 ta viloyatda hozirgi kunda test rejimida ishlamoqda. Endi albatta test rejimida ishlagandan keyin bir qator o'ziga yarasha noqulayliklar tug'dirdi. Bu narsani biz shu test jarayonini ishlatish jarayonida to'g'rilab ketyapmiz. Shu eksterritorial taqsimotni yo'lga qo'yish barobarida biz tashkilot hamda markaz o'rtasida chatbot ham ishga tushirdik. Ya'ni bu qaysidir hujjatga chatbot messengeri bor. Ya'ni qaysidir hujjatga kimnidir qandaydir e'tirozi bo'ladigan bo'lsa yoki tushunmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, shu markazni xodimini raqamini topib yoki nima ekanligini bilish uchun ham, misol uchun telefon qilish yoki ortiqcha vaqt talab qilinishi kerak bo'ladigan bo'lsa, shu chatbotda savolni yozadi, tezlik bilan biz markaz xodimlari
javob beradi. Albatta, biz buni monitoringdan ham ko'rib turishimiz mumkin. Maxsus monitoring tizimlari qilingan. Buni Adliya vazirligi ham monitoring qilib boradi. Bunda biz nimani ko'rdik? Ya'ni avvallari bir viloyatning bir tumanida bir kunda bitta yuristga 30 ta hujjat tushgan bo'lsa, xuddi shu kunda shu viloyatning boshqa bir tumaniga 80 ta hujjat tushgan. Hozirda esa bu narsa bitta viloyat bo'yicha, misol uchun 50 ta yurist bo'lsa, 50 ta yuristga bir xil hajmdagi hujjatlar kelib tushmoqda. Elektron tizim bo'yicha malaka yetarli bo'lmasa, albatta juda ham qiyinchiliklar ko'p vujudga kelishi mumkin. Biz mana 2022-yil 1-avgustda shu xizmat ko'rsatilgan ta'lim muassasalarini ulaganimizda, ya'ni shu maktab, bog'chalarning kadrlari shu elektron tizim bilan ishlashga juda ham qiynalishgan. Chunki albatta qog'oz variantda yuritilgan hamma hujjatlar, uni raqamlashtirib, undan tashqari har bittasini kompyuterga individual kiritish bo'yicha bir qator qiyinchiliklar vujudga kelgan. Ularning malakasini ancha mana 2 yil davomida ancha oshirdik. Bu eksterritorial taqsimot davomida ham albatta biz birinchi navbatda u tizimni test rejimiga tushirishdan oldin ham bir qator har bitta tumandagi xizmat ko'rsatilgan markaz hamda xodimlarga avvalambor uni onlayn seminar orqali tushuntiryapmiz. Qanday ishlaydi, nima bo'ladi, hujjat qanday keladi, tushuntirib ularni o'rgatgandan keyin, malakasini oshirganimizdan keyin zudlik bilan qo'ymasdan buni test rejimida, ya'ni feedbackini ko'rib, asta-sekinlik bilan joriy qilmoqdamiz. Eksterritoriallik prinsipi bilan faqatgina shu yuridik markazlarni yuklamasini tenglashtirish bilan birgalikda tashkilotlarni ham vaqt jihatdan ekspertiza olish jarayonini qisqartirdik. Ya'ni, misol uchun yuklama ko'p bo'lgan yuridik markazlarda yuborilgan murojaatlar nisbatan juda ko'p vaqt talab qilinardi va ko'p yuklama bo'lgani uchun, misol uchun bir tashkilot hujjatini bergandan keyin 2 kun, 3 kundan keyin javobini olardi, ekspertizasini olardi. Yuklama kam bo'lgan joylarda tezroq olinardi albatta. Hozirda esa bitta viloyatdagi hamma tashkilotlar, misol uchun 10 mingta tashkilot bo'lsa, 10 mingta tashkilot hammasi bir xil vaqtda oladi ekspertizasini. Hozir ham muddat 3 kun, lekin eksterritoriallik prinsipi bilan biz buni 1 kunga tushirdik. Ya'ni hozirda ixtiyoriy turdagi hujjat, ya'ni huquqshunos bo'yicha har xil turdagi hujjat yuborish mumkin. Ixtiyoriy turdagi hujjatni murakkab bo'lsin, soddaroq bo'lsin, unga ekspertizalar 1 kun ichida beriladi. Tizim yaxshi o'zini effektini beradigan bo'lsa, feedbacklar ham o'ziga yarasha natija beradigan bo'lsa, biz o'sha kamchiliklarimizni to'g'rilab hamma viloyatga qo'yganimizdan so'ng agar hech qanday muammo bo'lmaydigan bo'lsa, albatta joriy qilmoqchimiz shu tizimni hamma tumanlarga nisbatan.